Assalomu alaykum. Mana mayizga apparatlarimiz tayyor bo'lyapti. Bu 3 qatorli, 3 qator yelab chiqaradi. Bu bedim qiladi, dumchasini oladi. Bu yerga vakuumni o'rnatyapmiz. Mana vakuumimiz ham tayyor bo'lyapti. Qo'lda juda kuchaytirib yasayapmiz. Bu o'chib payti bu elak vazifasida ishlaydi. Bu yoq o'chik vaqt. Ham cho'playdi mayizni hamma turiga moslashtirib ishlab chiqaryapmiz. Setkalar tezlik bilan almashadi. Hech qanday bolt bilan qisilib sizga muammo keltirmaydi. Shunday ko'tariladi, almashtirib olinaveradi. 2 qator setka almashadi. 2 qator pastki qator o'zida qotirilgan nolobka. Отдельно tashlaydi nolobka bundan ketadi. Undan keyingi qator, bundan oxirgi qator ketadi. Vakuum so'rib turadi. O'ta kuchaytirib yasalyapti. Har xil setkalarni qo'yib beramiz. Bu yoqda vibrator variantlarimiz bor mana. Hozir ustida vakuumlarni kuchaytiryapmiz. Vibrator. Bu shu mayizni cho'playdi, bedim qiladi. Отдельно mayiz soluvchisi uni. Bu yoqda elak vazifasida ishlatish uchun отдельно solinadi. Buni ko'chirib yurish uchun oyoqlari bor mana. Bo'linadi oyoqlari ham. Joyiga tezlik bilan qo'yilib, tezlik bilan olib tashlanadi. Tezlik bilan almashtiriladi setkalar. Bitta qator bundan haydaydi. Bitta qator bundan, bu ham tezlik bilan almashadi setkalar. Bitta qator bundan haydaydi. Pastga cho'barani tashlab beradi. Dumchani pastga tashlaydi отдельно. Zakazlar bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar, tezlik bilan ham sifatli qilib beramiz. Mana bu yoqda yana bitta tayyorimiz bor. Elak vazifasida ishlaydigan turi bu. Bu vibrator. Bu yoqda yana bitta vibrator tayyorlayapmiz. Ramalarni kesib tashlaganmiz. Bu transportyorni lenta tepaga solib berish uchun narsalarni olib kelib qo'yganmiz mana. Bu yoqda yangi motorlar. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Tez va sifatli qilib chiqarib beramiz.